O'zbekistonlik polvon Jidda shahriga mana. O'zbekiston! Videoni ko'rdingizlar. To'g'risi ayrim blogerlarga qo'yil qolmadim. Maqsad nima bu videoni chiqarishlikdan? Bu videoda bir fojiali bir inson biron ish qilganini men ko'rmayapman. Bu inson borib biron kishini o'ldirmabdi. Borib biron kishini mol mulkiga ziyon yetkazmagan. Borib muqaddas joylarni rasvo qilib axlat uyumlarini tashlab kelmayapti. Yoki faxshni, zinoni targ'ib qiladigan blogerlarga o'xshab unaqa ishlarni qilmagan. Ozgina odob, axloq nuqtai nazardan bir ozgina kamchilik qanaqadir bir ish qilib qo'ygan. Bu bir fojiali narsa emas. O'sha izohlarga kirib o'qisam agar shunaqa haqorat qilishgan. O'zbeklar uchun or bunday insonlar kechirasiz, u insonning qarindoshlari bor, atrofdagi qo'ni-qo'shnilari bor. U videoni ko'radi, o'qiydi. U qanaqa ma'naviy zarar oladi? Shunisini ham o'ylaysizlarmi? Chetga chiqqan inson sifatida aytaman. Bizani hamyurtlar bilan boshqa millat urushganda, o'sha boshqa millatdagilarni ko'rganman, o'zini millatdoshini gunoh unda bo'lsa ham agar himoya qiladi. Bir katta bir fojiali ish qilmagan insonga ta'na toshlarni otib o'tiribmiz. Ozgina o'zgaraylik, qilayotgan, chiqarayotgan videolarimizga ozgina e'tiborli bo'laylik. Salomat bo'lasizlar.